Issig'ida не только metan zapravka, hamma joyda ma'dan g'ash olyapti. Xavfli, to'ldirib damlab bo'lmaydi hozirgi kunlarda. Issiqda kunida endi texnik ko'rikdan o'tkazib yuramiz-ku. Endi xavfsiz deb o'ylab bo'lmaydi, xavfli albatta. Gazu. Me'yorida qo'ysangiz xavfli emas. Metan. Metan. Surxondaryoda mashina portlab ketdi metanda. Aha. Xabaringiz bo'lsa kerak. Xabarim bo'lmadi. Shu metanga zapravkaga kirganingizda ko'nglingiz g'ash bo'lmaydi? Ko'nglim g'ash bo'ladi. Issiqda kunida endi texnik ko'rikdan o'tkazib yuramiz-ku. Ha. Endi xavfli bo'lsa ham iloji yo'q yuramizda. Yo, Metanda benzindami? yuraman. Metanda. Shu metan zapravkaga kirganingizda ko'nglingiz g'ash bo'lmaydimi? Yo'q, nima? Endi issiqda kunida Issiq kunda bo'ladi. Biz kira qilamiz pastdan. Metanda yuramiz. arzonroq tushadi. Arzonroq tushadi. Oxirgi marta qachon texnik ko'rikdan o'tkazdingiz? Mashinam yangi. Qancha Yaqin bo'ldi? 1 oy bo'ldi. Bir oycha bo'ldi. Rahmat katta. O'tkazganman. Ha, olgandinglar. Qancha bo'ldi olganingiz? 5 oy. 5 oy bo'ldi. Shu metan zapravkaga kirganingizda ko'nglingiz g'ash bo'ladimi? Shunaqa holatlar bo'larmikan deb. Yo'q, men pastdan ko'rsatib yuraman. Ha, ha. Shu xavfsiz deb o'ylaysizmi metan zapravka, ayniqsa shu issiqda? Endi xavfsiz deb o'ylab bo'lmaydi, xavfli albatta. Gazu. Metanda yuramiz. Metanda yurasiz. Shu issiqda xavfli emasmikan? Ko'nglingiz g'ash bo'lmaydimi? Me'yorida qo'ysangiz xavfli emas. Qachon oxirgi marta texnik ko'rikdan o'tkazdingiz? Meniki 1 oy oldin o'tgan. Metanda yurasizmi, benzindami? Metanda Metanda. Oxirgi marta qachon texnik ko'rikdan o'tkazdingiz? menimcha 2 oy ham bo'lmadi shekilli. 2 oy ham bo'lmadi. Shu metan zapravkaga kirganingizda ko'nglingiz g'ash bo'ladimi issiqda kunida? Issig'ida kunida issig'ida не только metan zapravka, hamma joyda ma'dan g'ash olyapti. Ma'dan g'ashimiz kelib ketyapti. Metan zapravkani qo'yaring. Qanchalik xavfsiz deb o'ylaysiz metan? Shu issiq kunlarda. Xavfli, to'ldirib damlab bo'lmaydi hozirgi kunlarda. Yo'q, issiqda hamma narsa xavfli. Xavfli. Optoqda yurish ham xavfli. Nimaga benzinda yurmaysiz? Benzin qimmat narxlari. Endi avvalo ko'rikdan o'tkazib olish kerak mashinasini. Oxirgi Keyin marta qachon o'tkazdingiz? oxirgi marta 3 oycha bo'ldi. 3 oycha O'zim bo'ldi. xavfsizligim uchun o'tkazaman. Eng birinchi, keyin to'ldirib gaz quymayman issiqda kunida. Iloji boricha ozroq qo'yamiz. Nimaga metanda yurasiz, benzinda emas? Endi benzin qimmat. Benzin qimmatligi uchun. Rahmat katta. Zapravkada Nexia 2 portlab ketibdi, ko'rgan bo'lsangiz. Metanda yurasizmi, benzindami? Ha, metanda yuraman. Metanda yurasiz. Shu issiqda kunida ko'nglingiz g'ash bo'lmaydimi? Yo'q, men g'ash bo'ladi har. Bu yoqqa borsam ham qo'yaman, bu yoqqa borsam ham to'ldirmayman lekin. To'ldirmaysiz. Yo'q. Shu oxirgi marta qachon texnik ko'rikdan o'tkazdingiz? 1,5 oy oldu. 1,5 oy bo'ldi. 2 oyda bir